Assalomu alaykum qadrdon kanalimiz a'zolari. Bugun 20-oktyabr 2025-yil. Navbatdagi lab bo'lgan. Mana chiroyli bo'lgan tunikani o'rab oldik. Bu labning ichlariga polniy shumizolyatsiyalar qilindi. Hop, ko'rishingiz mumkin. Plexu shumka yo'llarigacha polniy shumka konteyner pol qo'yilgan. Yo'llari ham 1,5 sm ichkariga qaytgan holatda bo'ladi. Ochganda qo'lda kesmaydigan, ilmaydigan holatda, zaklopkali holatda bo'lgan. Yo'llari ham mana bukilgan. Hashay-pashay tushmasligi uchun plexlari chotga qilib qo'yilgan holatda bo'ladi. Alohida yoniga sondiqlarimiz tayyor bo'ldi. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Endi behijolat tepasiga bagaji, orqasiga dugalari ham kelib bo'ldi. Poliga ham uloqsizlik, rezinkalari bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bordon qishlog'ida bo'ladi. 1 soat ichida ideal qilib o'rnatib beramiz. Zakatovkalarimiz bor, xudo xolasa. Mana zakatovka jarayoni, mana shumka-pumkalar hammasi qilinyapti. Behijolat mana konteyner pol deysizlarmi, shumka deysizlarmi, behijolat mana tunikalar deysizlarmi, hammasi yetarli holatda bo'ladi. Mana bu yerda kamiga rulonlarimiz ham bor. Mana bu joyda rezinkalarimiz bor. Bemalol telefon qilaverasizlar. Mana nomerlarimizga 24 soat aloqadamiz. Kamchiliklar bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yinglar. Kuzatishda davom etasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasiz.